Assalomu alaykum, hurmatli video kuzatuvchilari. Videomizning bugungi mavzusi My Mehnat Uzda xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun biz birinchi bo'lib o'zimizni korxonamizni kabinetiga kirib olamiz va bu yerda ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan xodimimiz joylashgan bo'linmaga kirib olamiz. Va bu yerdan xodimni, demak, bu yerda mana familiyasida ko'rib turibsiz, giperhavola mavjud. Shu giperhavolaga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turibsizki, bizni korxonamiz va bu yerda mana mehnat shartnomasini tugatish bo'limi mavjud. Ushbu giperhavolani ustiga bosamiz. Demak, keyingi navbatda, demak, bu yerda mehnat shartnomasini bekor qilish sanasini, demak, qo'lda kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi va buyruq raqamini ko'rsatib qo'yamiz. Va bu yerda mehnat shartnomasini bekor qilish sababini, demak, mana shu tegishli sabablar bo'yicha belgilab qo'yishingiz yoki boshqa deb sababini ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Va bu yerda yana bir bo'linma mavjud. Demak, xodim to'g'risida o'zingizni fikringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Bu, demak, keyingi navbatda ushbu xodimni, demak, qandaydir bir ishga kirishishda yengillik qilishi mumkin bo'ladi. Demak, ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng mehnat shartnomasini tugatish bo'limini tanlaymiz. Demak, mehnat shartnomasini tugatish bo'limini tanlaganimizdan so'ng xodim, demak, joylashgan ish o'rni, demak, buyruq sanasigacha, demak, xodim ishlaydi. My Mehnat Uz bizni kabinetimizda va demak, mana 15 yanvardan keyin mana endi ertaga 16 yanvar holatiga bo'lsa, demak, ushbu bo'linmada, demak, direktor o'rni bo'sh bo'lib qoladi. Demak, bu direktor bo'limiga yangi bir ishchini qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.